Tafsirim muyassar. Isra suresi. Mushriklar talab qilgan mo'jizalarni tushirmasligimiz faqat ulardan ilgirki ummatlarning mo'jizalarini inkor qilganligi uchundir. Ular talab qilgan mo'jiza berilgandan keyin ular bu mo'jizalarni inkor qilgan. Shuning bilan ular halok qilingan. Biz Solih alayhissalomning qavmi bo'lgan Samud qavmiga o'p-o'choq mo'jiza sifatida bir kishi to'gini bergan edik. Ular uni inkor qildi. Shuning bilan ularni halok qildik. Bizning payg'ambarlarning qo'lida turli mo'jizalarni o'tirg'i chiqarganligimiz faqatla kishilarning qo'rqib ibrat elishi uchundir. Ey payg'ambar, bizning sang aytgan so'zimizni esga olgin. Öz vaqtida biz sana sheksizki Rabbing insonlarni o'z ilmi va qudrati bilan qo'rshab turdi degan edik. Biz sana Isro Miroj kechasi ko'rsatgan ko'rinishni faqatla insonlarni sinash va ularning orasidagi mu'minlar bilan kofirlarni o'tirg'i chiqarish uchun ko'rsatdik. Qur'onda la'nat qilingan zaqqum darxini faqatla insonlarni sinash uchun yaratdik. Biz mushriklarni turli azob va mo'jizalar bilan ogohlantiramiz. Ularga berilgan bu ogohlantirishlar ularning kufrligini va ozg'unligini texmo oshiradi. Farishtalarga degan so'zlarimizni asligin. O'z vaqtida biz farishtalarga odamga salom berish va uni hurmatlash yuzidan uningga sajda qilinglar degan edik. Iblisning boshqalarning hammasi sajda qildi. Iblis, sen loydan yaratgan oshu ojiz maxluqqa sajda qilomdiman deb haqavurlik qilib odamga sajda qilishdan bosh tortdi. Iblis Allohga adabsizlik qilib, sen mendan ustun qilgan odam degan mo'shi maxluqning zodi qandoq ortiqchiligi bor. Meni qiyomat kuniga qadar hayot qoldirsang, men uning avlodining ko'p qismini qo'limga tushirib, ularni to'g'ri yo'ldan ozdiraman. Faqatla iymonida mustahkam turadigan ixlosmand kishilar buningdan mustasno. Ular intoyin ozdir dedi. Allah iblisni va uningga ergashganlarni ogohlantirib mundoq dedi. Bağın, sana mühlet berdim. Sening va sana ergashgan, san itoat qilgan odam bolalarning jazoyingla jahannam o'tidir. Ularning ichidan gunoh ma'siyatga chaqirib qo'zg'ata oladiganligi odamingni qo'zg'atqin. Otliq va piyoda qo'shinlaring bilan ularga kuchingning yetishicha hujum qilgin. Bozg'unchilikni ko'paytirish uchun ularning pul mollariga va bollarga ega bo'lib, ularga haromdan pul tepishni, bollarga zina fohishini, Allohning amriga osiylik qilishni chiroyli ko'rsatgin. Odam bollardan bo'lgan ergashguchilaringga yolg'on va'dalarni bergin. Shubhisizki, shaytonning barliq va'dalari faqatla aldamchilikdan iboratdir. Sheksizki, men itoat qiladigan mu'min muxlis bandalarimni sen hargiz ozdirolmaysan. Ey payg'ambar, Allah mu'min bandalarini shaytonning hiyla-mikirlaridan saqlashga va qo'g'dashga albatta yetarlikdir. Ey insonlar, Rabbinglar sizlarni taqdir qilingan rizqni izdusun deb safarlaringlarda va savdo ishlaringlarda kemalarni sizlar uchun dengizda mangdirib beradigan zotdir. Sheksizki, Allah bandalarga nihoyat mehribondir. Sizlar dengizda yurganda ofatga yo'liqib o'limning ishkiga berib qolgan cheg'inglarda sizlar cho'qinib kelayotgan ma'budlaringlar aqlinglarga kelmaydi. Bu chaqda faqatla Allah esinglarga keladi. Uningdanla madad va yordam tilaysizlar. Allah sizlarga yordam qilib, sizlarni o'lim halokatidan qutqizib, quruqlikka chiqarib qo'ysa, darhol Allohdan yuz o'raysizlar. Uningga iymon etishdan va ixlos bilan yaxshi amal qilishdan bosh tortsizlar. Bu insonning nodonligi va kufrligidandir. Chunki inson Allohning ne'matiga to'zg'orlik qilg'uchidir. Ey insonlar, sizlar Allohning azobidan g'aflatda qoldinglarmi?
Sizlarni yer yutib ketishidan yoki Allohning ustinglarga osmondan tosh yog'dirib halok qilib yetishidan ansirmamsizlar. O chaqda o'zinglarni Allohning azobidan saqlab qoladigan hech qanday madadkor topa olmaysizlar. Yoki sizlar ey insonlar Allohning sizlarni dengizda qayta qatnatqizib, ustinglarga qora bo'ronni avatib tuzkorlik qilganliginglar tufaylidan sizlarni g'arq qilib yetishidan. Ondan sizlarga bizdan intiqom berish uchun bizni izlab so'raydigan hech kimni topa olmaganliginglardan qo'rqmamsizlar. Cheksizki Alloh sizlarga zarrachilik zulm qilmadi. Cheksizki biz odam bolalarga aql farosat ato qilish va payg'ambar avatish bilan in'om qildik. Ularga koinotdagi hamma narsani bo'ysundirib berdik. Ularga safar qilishi va yuk ortishi uchun quruqlikda uloqlarni, dengizda kiyim qatorliqlarni ato qildik. Ularni shirin va pok yemek ichmek bilan rizqlantirdik. Yana ularni mahluqotimizning nurg'unidan alohida ustun qildik. Ey payg'ambar, insonlar tirildigan qiyomat kunini asligin. Bu kun haqida mu'minlarga xush xabar bergin, kofirlarni ogohlantirgin. Allah o kunda her bir jamoatni dunyodagi chog'larda o'zlari ergashgan yo'lboshchilari bilan birlikda chaqiradi. Ularning ichidan kimning amali yaxshi bo'lgan bo'lsa, uning nomi amali o'ng qo'liga beriladi. Ular nomi amalini xushallik ichida o'qiydi. Ularning yaxshi amali qilchi kemaytilmaydi. Tafsiri muyassar. Bir guruhi ulamolar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Oqxon. 2020 yanvar 1 nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.